Mayitni dafn qilish chog'ida odamlar tuproq olib, unga suflab, belboqqa yig'ib, mayitning boshiga qo'yishadi. Shu ish joizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu ish shariatimizda bor narsa bu. Buni ulamolarimiz kitoblarida, fiqh kitoblarida bu amalni mustahab amal deydilar. Ya'ni mustahab amal. Ya'ni qilgan odam savob bo'ladi, qilmagan odam hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari sahobiylarni janozalariga borganda aynan shu ishni qilganlar. Ya'ni bu qanday qilinadi bu desa, fiqh kitoblarimizda buni o'rgatadilar. Ya'ni dafn marosimi bo'layotgan paytda shu bir hovuch turpoqni olinadi, unga minha xalaqnakum degan oyatni o'qiladi. Minha xalaqnakum shu oyatni o'zini birinchi hovuchda. Ya'ni minha xalaqnakum degani shu turpoqdan sizlarni yaratdim deb turib Alloh taoloning shunaqa mazmundagi oyat. Minha xalaqnakum degan oyatni o'qib turib shu oladida uni demak tashlaydi. Qabrni mayit dafn qilinayotgan qabrning ustiga. Yana bir marta olib va fiha nu'idukum degan oyatni o'qiydi davomi. Ya'ni ana shu turpoqqa yana qaytasizlar deyapti. Birinchi oyatda bizni qayerdan yaralganligimizni Alloh taolo ishora qilyapti. Endi insonlar sizlar turpoqdan o'zi chiqqansizlar, sizlarni turpoqdan chiqarganmiz, endi turpoqqa yana qaytasizlar deyilyapti. Endi uchinchisini olganda, uchinchi hovuch olinadi, unda va fiha nu'idukum taratan ukhra degan oyat bor. Davomi. Ya'ni yana turpoqqa qaytarilasizlar. Nu'idukum taratan ukhra. Ikkinchi marta sizlarni nu'idukum taratan ukhra. Ikkinchi marta sizlarni qaytaramiz degan ma'noda. Ya'ni birinchi turpoqdan yaraldik, keyin turpoqqa qaytdik, mana vafot etgandan keyin turpoqqa qaytdik, yana turpoqdan chiqaryapti endi Alloh taolo bizni. Mana shu narsani bizga eslatish ma'nosida ulamolarimiz shu kitoblarda shuni yozib ketganlar. Rasululloh ham bu ishni qilganlar. Endi bu ishni mustahab dedik. Buni ba'zi bir joylarda buni ko'ramiz. Yoshlar, hali chekada o'tirgan yosh qarilar ham shu ishga, dafn ishiga bir ishtirok etib qolsin deb, masalan, bir musulmonni dafn qilish katta savobga endi. Bu narsa nima uchun joriy qilingan bunaqa hovuchlab turpoq tashlash desa, bu go'yoki bir hikmatlardan bittasida endi bu. Chekada o'tirgan qariyalar ham shu dafnga ishtirok etib qolsinlar. Ya'ni shu ajrni olsin deb turib, ba'zi yoshlar ikkita bir ligini ushlab oladi, belbog'ni ushlab oladi, bittasida turpoq bo'ladi, bittasi bo'sh bo'ladi. Hali qariyalarning oldiga boradi, qariyalar ana turpoqdan olib, unga ana birinchi oyatni o'qib, ya'ni shu deydi, ana bo'sh haligi belboqqa tashlaydi. Mana shunaqa 3 marta olib tashlaydi, o'z-o'zidan keyin bu haligi belboqdagi narsa to'lgandan keyin borib qabrning ustiga to'kadi ular. Mana shu yerda ham Rasulullohni qilgan ishlarini qilayotgan bo'lamiz. Ham shu yosh kattalar, mana dafnga ishtirok olmaydiganlar, go'yoki shu dafnga ishtirok etish savobini oladilar-da inshaalloh. Demak, bu narsalar yuqorida aytganimizdek mustahab amal bu. Qilgan odam savob bo'ladi, qilmagan odam hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Vallohu a'lam bis-savob.